allergik rinit simptomlari bor bemorim bir oy davomida naftizin spreyini ishlatib foydalanib kelgan va oxirgi bir hafta 10 kun davomida mana shu spreyni effekti bo'lmagan, ya'ni ta'sir qilmasligiga shikoyat qilib keldi. Doktor, bir oy sepdim, lekin oxirgi 5 kun davomida burnim ochilmayapti degan shikoyat bilan keldi. Men bemorlarga nima demoqchiman? Sizlarga maslahatim, burunga sepiladigan har bir spreyni o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Allergik rinitda qo'llanilgan spreylarni o'zi boshqa guruhga kiradi. Oddiy shamollashda rinitlarda kataral, yiringli rinit sinusitllarda ishlatiladigan spreylarni esa o'ziga xos tarkibga ega va qo'llash usullari bor. Shuning uchun o'zboshimchalik qilmasdan mana shu preparatlarni qo'llashdan oldin albatta lor shifokorga ko'rinishni maslahat beraman. Aks holda turli asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Ma'lumot saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.